من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب عني ولو بلغت nima uchun adablaydi? Baxt saodatga erishtirish uchun. Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Musa alayhissalom dediki, hargiz unday emas, hargiz yetish olamaydi, hargiz tutolmaydi. Rabbim men bilan birga, Allohim men bilan birga. U menga cho'qim chiqish yo'li beradi deyapti. Ha? Bu iymonga biz muhtoj qadrli qarindoshlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, fesselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagan ekan, qadrli qarindoshlar, yana biz her haftada davamlaştırıp kelayotgan Allah'ның güzel isimleri, Rabbimizning güzel isimleri hakkındaki bu söhbetlerimizi davamlaştırırız. İnşallah bugünkü ismimiz Rabbimizning güzel isimlerinden biri El-Muntakim ismi hakkında söhbetleşip ötümüz. Qadrli qarindoshlar, intiqam, El-Muntakim degan bu söz, agar bu isim bilan, bu sifat bilan, al-muntaqim degan sifat bilan bir inson sifatlangan vaqtida boshqacha ma'no bo'ladi. Allohdan boshqa inson jinsidan bo'lgan birisi intiqom elish, intiqom olg'uchi, qisos olg'uchi, jazo berguchi degan bu sifatlar bilan sifatlangan vaqtida Rabbimizdan boshqa inson, banil bashar bu sifat bilan sifatlangan vaqtida ma'nosi osmon zamin farqi bor ikkisining. Rabbimiz sifatlanganda qandaq ma'nolarga ega, inson sifatlanganda qandaq ma'nolarga ega bu ism, bu sifat inshaalloh tunishib o'tamiz. Chunki nima uchun Rabbimiz sifatlanganda ma'no boshqa bo'ldi degan vaqtida biz Asmaulloh darslarimizda davomli so'zlab keldik. Asmaulloh Allohning go'zal ismlari. Allah o'zining ismlarining go'zal ekanligini Qur'oni Karimda sifatlab Qur'oni Karimda tilga elib nima deydi? Valillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Valillahil asmaul husna fad'uuhu biha deydi. Allah'ның en güzel isimler Allah'a xas deydi bu ayette. Ya? En güzel, en çıraylık, en isil isimler Allah'a xas. Sizler Allah'ın ana şu güzel isimler bilen çağırınlar dedi. Allah'ın isimlerinin hemmesi güzel, hemmesinin içinde güzellik yığıp durdu, güzellik kaynap durdu Allah subhanahu ta'ala'nın isminde. Şunun için biz El-Muntakim isminde bir insan sübetlenişi bilen Allah'ın sübetlenişi okşamaydı deyişimiz şu. Ya, çünkü tunca anlığa vaxtıda insanın kuluğa intikam diyen bu şiddet, naitlik, kopallık diyen bu tuygu, bu hissiyat, bu mana bizning kallamizga eng tez yuguradigan narsa bu da. Ama Allah subhanahu ve taala muntaqim bilan sifatlanganda qandaq ma'noga ega ekan, buni inshaalloh tunishib o'tamiz. İnsan ham intiqom bilan sifatlangan vaqtida biz yaxshi ko'rmaymiz, naitlik cho'qim kechirib o'tishni bilmaydigan masalan, kechirib o'tsa bo'ldi, uni kichkina bir ishga intiqom deb uni jazolab, uni jazo berib yugurish deb shunday insonning tabiati yaxshi ko'rmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taala Al-Muntaqim ismi bilan sifatlangan vaqtida Allah haddidan oshgan tajovuzchi, zulm qilguvchi, chekidan oshquchi zolimni o'zining o'tkili bo'lmaydigan qizil siziq chegarasida to'xtatquchi, uningga bir belgilama bekitquchi, uni u siziqdan o'tib ketmaydigan, tajovuzchilik qilgan hamon to'xtasining joying bundan o'tolmaysa, mening bandalarimga, mening mahluqotlarimga ziyon yetkazishing, azor berishing bo'lmaydi, bundan ortiq qilmaysan deb Alloh subhanahu va taala u tajovuzchi, u zolimni o'zining belgilagan chegarasida, belgilagan bekitgan chegarasidan o'tgan hamon uni to'sib, uni texmbek ortiq zulm qilinmaydigan, boshqalarga azor yetkazolmaydigan qilib to'sib qo'yganligi nima desa,
to'sib qo'yganlikdan iborat bu ma'noga ega yana. Al-Muntaqim sifati Allah subhanahu wa ta'alaning. Mana bu ma'no, ma'no jihatdan al-Muntaqimga berilgan bu ma'no Allah subhanahu wa ta'alaninki intiqom so'z tumiridan turilinib kelgan al-Muntaqim ismiga Allohning jaloliga, Allohning ulug'ligiga loyiq bo'lgan ma'no bu. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala hargizmi insonga o'xshash intiqom oladigan, insonga o'xshash g'azab nafratlarga intiqom elish bu sifat Allohda bo'lishi mumkin emas. Allah zalimni o'zining chegarasidan belgilagan chegaradan oshqizmaydigan, bandalariga va mahluqotlarga zulm qilishdan cheklaydigan sifati al-Muntaqim Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuaqib li yu'addib ve yu'addib li yus'id dedi. Allah birisiga bandasiga jazo bersa adablash uchun jazo beradi dedi. Adablash uchun. Nima uchun adablaydi? Baxt saodatga erishtirish uchun. Uni baxt saodatlik bandalaridan, baxt saodatlik insonlardan qilish uchun jazolaydi. O'ylab boqaylik. Allah subhanahu wa ta'ala hargizmi biz insonlarga o'xshash birisini jazolasak, ash qalbimizga tulib ketgan haliqi o'chmanlikdan dardimizni elib olib, uf deb ajab bir yurkim bir muzdek bir sharob, muzdek bir sovuq suv ichganda ko'p ketdim. Uf deb puxadan chiqdim deb dushmanlarimizdan qilib olsa qilamiz qo'yilqa. Rahatlanib qolamiz, jazo bera olsak, jazo yurgiza olsak. Ammo Allah subhanahu wa ta'ala bundaq sifatning Allohda bo'lishi mumkin emas. Allah hargiz o'z nafsi uchun, o'zini bir xil xo'shal qilish uchun, yo'q, bandalarini shuning yomonligidan birisiga jazo bergan bo'lsa, adablash. Uni birinchisi uni qana qilish, o'zining shu tuyuq yo'lidan, shu zolimligidan, shu badbaxtligidan yenib uning kallasini silkib etib to'g'ri yo'lda menishi uchun ogohlantirish. Va yana bir nima bo'lsa, boshqa bandalarini, boshqa mahluqotlarini uning zulmidan, uning tajovuzchiligidan xalos qilish, qutqizish uchun jazo beradi. Allah subhanahu wa ta'aladagi farq bu qadrli qarindoshlar. Biz darslarimizda Asmaulloh darslarimizda qadrli qarindoshlar esinglarda bo'lsa so'zlab o'tdik. Bu koinotda mutlaq yomonlik deydigan narsaning bu koinotda o'rni yo'q ekanligini. Ya'ni ash-sharrul mutlaq, yani mutlaq yomonlik deydigan narsaning koinotda yuz berishining mumkin emasligini so'zladik. Chunki mutlaq yomonlik koinotda bor deganlik bu Allah subhanahu wa ta'alaning mavjud bo'lishi, Allohning bor ekanligi bilan tamoman zid. Ya'ni bu koinotning egisi va qadrli qarindoshlar. Koinotning egisi va bu olamning egisi va bu hargiz biz ko'rayotgandek, yani mayli bizning ko'z oldimizda har qancha ashaddiy zulm, har qancha ashaddiy biz tasavvur qilolmaydigan, biz o'zimiz hayron qolib, ingimizdan o'tmay qoldi ba'zi ishlarni ko'rib. Ba'zi bo'layotgan zulmlar o'ylab boqaylik, atrofimizda musulmonlar qaysi kuni ko'ryapti. Qaysi holatlarda yashayapmiz? Shu kichik narsidlarning o'ldirilishi, kafirlarning haddidan eshishi, musulmonlarning ahvolimiz o'ylab boqaylik. Ba'zida ingimizdan o'tmay qoladi. Bu nima degan tugmaydigan, bu nima degan ig'ir yomonlik, nima degan ig'ir buzuqchilik, o'ylab boqaylik. Koinotda amma imanimiz şu kadar ishonchli, şu kadar mustahkam bo'lishi kerakki, bu koinotda Allah subhanahu wa ta'alaning iznisiz hiçbir ish mavjud bo'lishi mumkin emas. Hech qanday bir ishning sodir bo'lishi mumkin emas. Allohning ilmi doirasida hammasi Allah bilib turdi bu narsalarni. Mayli kallimizning o'tmagan bo'lishi, ko'tarilmagan bo'lishimiz mumkin aqlimiz. Biz inson ko'tarilmaymiz ba'zi ishlarni. Ba'zi ishlar ingimizdan o'tmaydi. Amma o'tmaganligi bilan biz Allah subhanahu wa ta'alaning xuddi bo'layotgan ishlardan bexabardek gumon qilsa olmaydi Rabbimizni. Hammasining tigida mayli biz uning hikmatini bilayli bilmayli, biz bilinmaydigan million hikmat, million ishlar o'rinlashtirilgan bo'ldi. Kaynida chuqum ish bor uningki. Chuqum bir iroda, uning kaynida bir hikmatlik iroda o'rinlashtirilgan. Hech bir ish bekodan beka Allohning bu koinotida igisi va jahon, igisi va zamin bu qadrli qarindoshlar. Bu koinotda hech qanday bir ish Allohning xabarisiz yoki bo'lmasa har qanday bir ish qalaymaqan shaklda yuz bermaydi. Hargiz hammasi o'rinlashtirilgan shaklda yuz beradi.
Shuning uchun koinotda mutlaq yomonlik mavjud bo'lishi mumkin emas. Chunki Alloh subhanahu va taolaninki zoti en mükemmel, en güzel isimlarga ega, en kudretli Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'aladan sadir bo'lgan her qandaq ish mutlaq hikmet bilan sadir bo'ldi. Mutlaq holatdagi hikmet nimani taqozo qiladi? Chuqum mutlaq yaxshilikni taqozo qildi. Uning kaynida chuqum yaxshilik bor. Bizning ko'zimizga yomonlik, musibat, ig'ir qiyinchilik bu ko'rinayotgan bilan buning kaynida chuqum yaxshilik bor. Chuqum yaxshilik bor. Nurug'un bu ko'rayotgan kunimiz, ko'rayotgan musulmonlarning ko'rayotgan holatimiz Alloh subhanahu va taolo ajiba mushlarni bir jazoli olay, tetitib olay mushlarni. Tozi bir jazo beray. Deb qilib bizga o'chmanligidan bo'layotgan bu qadarli qiynashlar. Yo'q. Allah subhanahu va taolo bandasiga biz o'tganki darslarimizni so'zlagandek Rasululloh bir kuni jangda shu yiliqi onaninki farzandininki bir kichik bolani teflam asirlarning orasida yugurib berib quchoqlab berib shu bag'riga besib ketgan holatini ko'rib sahobalardan so'ragan vaqtida ma ayol o'zining bolasini o'tqa tashlamdi degandan yo'q mumkin emas dedi. Dediki payg'ambar alayhissalom Allah subhanahu va taolo Lallahu arhamu bi abdihi min hazihil mar'ati li waladiha. Şeksiz ki cezmen ki Allah subhanahu wa ta'ala bendisiga mushu ayolning farzandiga o'zining yurak parisiga bo'lgan mehribonligi, kuyimchanligidan bakarak kuyimchan bandasi dedi Allah subhanahu. Bizning Rabbimiz mundaq parvardigor, mundaq ilohning bandalari biz qadrli qarindoshlar. Ko'rayotgan mayli qanchalik ig'ir kun ko'rayli, mayli qanchalik musibat kelsin bizning beshimizga, bu bo'layotgan ishlarning hammasi ajiba. Bir tetitib olaymiz shu zulmni. Ko'zitib olaymiz debmi? Yo'q. Rabbimizni hargiz bunday gumon qilmasligimiz kerak. Rabbimizni yaxshi gumon qilishimiz kerak. Rabbimiz bizning baxt saodatimiz uchun, bizningki uyqumizning uyg'onishimiz uchun, g'aflatdan uyg'onishimiz uchun, kallamizni silkib etishimiz uchun bu musibatlar. Xuddi doktor agar pichoqni olib qo'liga badanimizga bir yara, ig'ir bir kasal, bir nejis bir jarohat chiqib qolgan bo'lsa, buni chuqum kesib etish kerak. Buni kesib bu a'zoni, shu sesib ketgan shu a'zoni kesib etmasak, boshqa badanga yamrab ketadi deb pichoqni olib kesib etsa, biz doktorni bu noit qo'pol, noit rahimsiz doktor ekan deyalamiz. Bu doktor nima uchun kesib etadi? Shu sesigan shu jarohatni bizning rahat umrimizning oxirigacha bu yerimiz ağırmay, vacavaya demay, rahat yaşayalışımız için, rahat sağlamlık bilen yaşayışımız için kesip etdi. Taşqi görünüşten nait kanlarını çıkarıp kesip atkan bilen bu yani. Ama ki o bizninki bir mezgirlik, qiyinchilik, bir mezgirlik azap, ağırlıqның keyninden hatırcam halatda, rahat halatda yaşayışımız için. Rabbimizning bizga ko'rsatib atkan, bendelerge ko'rsatib atkan, kainatı sadir qilib atkan bu her xil bizning eňimizden o'tmay qolgan bu narsalarning hammasini nima desa, shu bendesini bir mezgillik, bendesi uyg'ongan ey bandam. Sen men tarafga qaytqin, menga eselmay turib hech qanday nijotlik, hech qanday nusrat deydigan narsa sana yo'q ey bandam deb musulmonlar o'zimiz musulmon deb turib musulmonga loyiq ish qilmaganligimiz uchun, Alloh deb turib Alloh buyurgan ishni qilmaganligimiz uchun shu musulmonlarning ko'rayotgan holatimiz shu. Haqiqiy musulmon bo'lmaganligimiz uchun musulmonlarning ko'rayotgan holati bu qadrli qarindoshlar. Ve bu dünya unutmasligimiz kerak ki yana birisi sınaq dünyası, imtihan dünyası. Biz bu dünyada imtihan berimiz. Allah bizni her xil Kur'an-ı Kerim'de deb qo'yuqliq. Sizlarni har xil şekilde sınaymiz. Ballalaringlarni olib ketish bilan, har xil musibatlar bilan, ziroatlaringlarni o'stirmaslik bilan, ig'ir musibatlarning har xil hayotimizda Allah xohlagan şekilde sınaydi. Mesela şu imtihandan qanday o'tishimiz, şu imtihanga qanday pozitsiya bildirishimiz, qanday muomala qilishimiz. Qadrli qarindoshlar. Al-Muntaqim qanday zot deganda, o xohlagan kishiga jazo bera oladigan, xohlagan kishini jazolaya oladigan sifatga ega bo'lgan Rabb Allah subhanahu va taolani Al-Muntaqim deymiz. İnsan sifatlangan vaqtida-ku, acaba inson o'zi xohlagan kishiga jazo yurgizalamdi? Xohlagan kishini jazolay olamdi? Yo'q. Uchuqum agar jazolamoqchi bo'lsa, jazo yurgizmoqchi bo'lsa, hatto u davlat bo'lgan taqdirdami o'zidan ojizlarni jazolay oladi. İnsanlar o'tirsimi shu kim alqa
Bozak aciz olsa şunu bozak qildigan adam chiqadi. Bozak qilalaydi. Ammo kuchlik bo'lsa mumkin emas. Hattoki o'zi bilan kuch jihatda o'zi bilan bab barobar teng bo'lib qolsa-mi, mayli o davlat darajasida ayta olamiz, insonlar shaxs darajasida ayta olamiz. O'zi bilan kuch jihatda, har iqtisodiy jihatda bo'lsin, kuch jihatda bo'lsin, agar o'zi bilan bab barobar holatdagi teng holatga kelib qolsa, buningga ham aldirab chiqalanmaydi. Buningga ham jazo yurgizilmaydi insonlar. Ammo Rabbimiz Allah subhanahu va taala xaligan kishiga jazo yurgizadi. Xaligan kishiga jazo beradi. Hech kim uning hukmi, uning buyrug'ini qarshi chiqadigan, uni amaldan qoldirib o'talaydigan hech qanday bir kuch yo'q. Uning kuchini, u hukm qilgan hukmni herkes bugungi dünya sistemimiz yaşayotgandek herkes bakanlar kurulu degandek mesela ministerler yığını açıp yerde onun hükmünün tasdiqlanishi, onun hükmünün icra qilinishi uchun birilerinin falan pustan insanlarning o'tirisi bo'layotgandek nurg'unlagan ministerlarning imzo qo'yishi va uning keyin Cumhur raisiniki imzo qo'yish kerak emas. Alloh subhanahu va taolaning hukmi icra bo'lishi uchun har qanday bir ishning koinotda icra bo'lishi uchun faqat Alloh subhanahu kun fayakun. Ya bol deydi şu hemen buldu. Yok al deydi, yok bol deydi, yok oldu. Ha? Vücutga kel deydi, o vücutga keladi. Allah subhanallah ana şundak güç kudretlik, ana şundak en yüksek mertebedeki zat Rabbimiz Allah subhanahu taala. Bizge bu narsa nimeni bizge his qildirdi, nimeni bizge işaret qildi, nimeni bizge bildirmekçi degan vaqtida ey mu'min, ey banda, sen ana şundak güçlük bo'lgan. Hükmünün icra qilinishi uchun hech kimning tamg'isiga, hech kimning imzosiga ehtiyoj bo'lmagan ana shunday kuchlik Rabbing tarafda bo'lgan, Rabbing bilan bo'lginki, sen eng kuchliklardan bo'lasan deydi. Bizga bu tuyg'uni, bu xatni bizga bildirmoqchi-da. Bizga bildirmoqchi bo'lgan narsa bu. Sen ana shunday kuchlik Rabbing tarafda bo'lgan, bu Rabbing bilan bo'lganki, sana hech kimning kuchi yetmaydi. Sening dushmaning mayli dunyoning eng vahshiy kafiri, eng vahshiy kuchlik, eng jabbar, eng qahr qilguvchi, eng zolim bo'lib ketsin, sen shu Rabbing tarafda bo'lsang, seni yengadigan hech bir kuch yo'q degan bir mesaj, yani bu tuyg'uni, bu xatni bizga bildirmoqchi, bu narsani bizning mingimizga qo'ymoqchi qadrli qarindoshlar. El-Muntaqim Rabbimizin biz bunu tushunishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Fakhashiyan nasu niqmatahu dedi. O shundoq zatki, uning ulug'ligi, uning kattaligi, uning kuchlikligi tunilgan, ma'lum bo'lgan zat dedi. Ma'lum bo'lgan zat. Kattaligi tunilgan, kattaligi, ulug'ligi ma'lum bo'lgan. Hech kimga g'uvo emas. Hammamiz bilamiz Alloh subhanahu taolaning ulug'ligini, kattaligini. Koinotdagi har bir narsa, atrofimizda Alloh yaratgan butkul narsa, osmon, zamin, tog', kech kunduz, hatto o'zimizning jismi, bu narsalarning hammasi Allohning ne kadar ulug'ligini, ne kadar kattaligini bizning o'ttirimizga oldimizda ko'rib turgan stakandagi suvdek uchiq namoyon qilib turibdi-ku. Ko'rib turibmiz bu narsalarni. Koinotdagi har bir narsa Allohning ulug'ligini bizga ko'rsatib turdi, aslatib turdi. Ey banda, men dahshat kuchlik Parvardigorning natijasiman. Shu Parvardigor, shu Allohning yaratgan maxluqiman. Sen meni his qilgin deydi. Osmon qaraymizki, shu qadar haybatli osmon qarab, beshimizni ko'tarib qarab, ya Allah, bu nima degan haybat, bu tog'lar masalan, osmon, palak tog'lar, dengiz, daryolar, bunun qarab, ya Rabbim, sen nima degan kuchlik, nima degan ulug'san deb. Hammasi bizga his qildirib turdiki, ey banda, men shundoq bir kuchlik Allohning, kuchlik bir yaratquchining maxluqotiman men. Shuning yaratquchi, shu yaratdi meni. Men bekardan bekar kep qolmadim bu narsa. Sening oldinga bir istakan suv bekardan bekar kep qolmaydi. Mushundoq katta, mushundoq cho'ng narsa, mushundoq menga o'xshash shundoq katta bir osmon, zamin yaratquchisiz, shundoq bir kuch quvvatsiz maydonga kep qilishi mumkinmi deb bizga timtas holatda, jimjit holatda bizga so'zlaydi aminatda bu. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Rabbimizning ulug'ligini o'ylab boqaylik. Demak, u shundoq zatki al-Muntaqim, uning ulug'ligi ma'lum, tunishliq. Koinotda hiçbir bütün narsa hammasi zaten guvoh Alloh subhanallaning ulug'ligiga. Va insonlar ashunda ulug' bo'lgandan keyin, ashunda katta bo'lgandan keyin bu Rabbimiz, ashunda kuchli bo'lgandan keyin, ya Alloh, men ma Rabbimga, mundaq kuchli Rabbimga osiylik qilib qolsam,
bunun azabı kapkanmay, bunun rahmetinden mahrum kapkanmay deb Allah'ның azabıdan, Allah'ның gazibidan insanlar qo'rqadigan Rabb deydi. El-Muntaqimning ma'nosini yana birisi. O'ylab bakaylı. Ha? Shuning uchun banda inson uning ulug'ligini bilsa, Allah'ni ulug'laydi. Ulug'ligini bilgan vaqtimizda, his qila olgan vaqtimizda, koinotdagi atrofimizdagi har bir narsani tafakkur qila olgan vaqtimizda, ondan Allah'ni ulug'lay olamiz qadrlar. Ondan ixtiyorsiz holatda ya Allah, sen nima degan ulug', nima degan kuchlik, nima degan qudratlik sen ey Allah deb ixtiyorsiz holatda buni deya olamiz tunigan vaqtimizda. Va buni tunigan vaqtimizda ondan u ulug' Rabbimizdan qo'rqa olamiz qadrli qarindoshlar. Uning azobidan qo'rqa olamiz. Uning rahmatini bilgan vaqtimizda biz yuqoridagi darslarimizda so'zlab o'tdik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ha? Ismlarda rahmatini bilgan vaqtimizda ondan uning rahmatini umid qila olamiz. Uning rahmatini kuta olamiz. Demak, biz Rabbimizni qancha bilsak, shuncha Rabbimizga bo'lgan muhabbatimiz, Rabbimizga bo'lgan tunishimiz shuncha oshadi, uningga bo'lgan itoatimiz shuncha yuksaladi. Qancha ma'lumatsiz qoladi ekanmiz, shuncha qorong'ulikqa cho'milamiz. Qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Asmaulloh, Allohning go'zal ismlarining muhimligi bu yerdan ham kelib chiqqan. Demak, Rabbimiz Allah subhanahu va taala bandalariga ba'zi vaqtda shundoq qo'yib o'tadiki, og'amchisini, shundoq mehribonligini, barakatlarini, rahmatini shundoq ichib o'tadiki, bandalarga qarasangiz bu nihoyat bag'ansiri sulishib, bag'ansiri sal qarab, ishlarda nihoyat taqsirotlari, shu bag'ansiri xil-xil ishlarga sal qaraydigan, o'rinliq qilib saldigan, bundoq ishlar maydonga keladi. Hatto o'zimizning nafsini his qilgan bo'lishimiz mumkin qanchalar qitim. Ha? Bu vaqtda qanday qildi mu'min bandasini azroq turimizni tutib qo'ydi. Sıqib qo'ydi biroz. Ha? Diqqatini. Ya'ni har bir bandasiga Alloh xuddi bandasi yuqori dedik ya, doktorga o'xshash muomala qildi bandasiga. Har bir bandasiga loyiq ravishda, shu bandasiga nima loyiq bo'lsa, nima eng yaxshi shu bandasiga, shu shaklda shu bandasining qilayotgan muomalasiga qarab turib Allohning bir muomalasi qildi bandasiga. Ha? Shuning uchun inson dunyoda sen qaysi holatda yashamagan, qanday bir shaklda yashamagan, sendan qanday bir muomala, qanday bir ish sendan sodir bo'ldi ekan, Robbingning chuqum sendan sodir bo'lgan shu ishning muqobilasiga shuningga yarasha bir muomala qiladi Alloh subhanahu va taolo. Hargiz bir ish muqobilasiz, uningga yarasha bir mukofot yoki jazosiz o'tib ketadigan ish yo'q. Yoki dunyoda ko'rsan, dunyoda ham oxiratdan burun dunyoda uni ko'rsan uni. Bir adam bakanda o'zining shu uyda shunda o'rindiqqa yo'linib o'ltirib ayoli oldida. Allohning taqdiri bilan bu uyda, bu oilada shu odamningki haliqa o'rindiqqa yo'linib po'cha o'ltirgan odamningki singlisi yoshda cho'ngib qolgan bo'ytaq bir singlisi Allohning taqdiri bilan bu akisining uyda turib qilishga majbur bo'lib shu akisining uyda yashaydi ekan hamda. Bu akisining ayoli bo'lsa, bu singlisiga, erining singlisiga shu qadar qimmagan shu so'zlari, qimmagan dashnamlar qilmayotgan. To'xtamay shuna qildi ekan hamda. Hattoki shu darajadaki, bu singlisi, erining singlisi tamamen erining singlisi emas, yot sirtdagi bir insonga qilganda mashhur etib, yot bir ayolga qilganda mashhur etib, ashundaq dashnam, taptana buni to'xtamay qilib haqoratlab, ayblab ashuna qildi ekan hamda. Buning bilan yetdimi bu? Bunun bilan to'xtab qoldimi? Ayol bilan shaklanib qoldimi? Akisi olsa men pomsi voy singlim deb turgan bo'lsa, biroz yenikilishi mumkin edi. Ammo musibatning cho'ngni bo'lsa, bu akisimi texambak uningdan bak oshirib, akisi ham o'z singlisini haqoratlaydi ekan. Ma uyda turayotgan singlisini. Shu kunlarning birida bu akisi qanday qilibdi deganda, puti bilan tepib uni bir pashva bilan tepib, uning kendidan singlisiga debdiki, sen mening nazarimda bir istakan suchilik qimmating yo'q. Suchilik qimmating yo'q sen meningki. Deb shunda haqoratlab urishib, shu tunji kuni masalan shu oqshom shunda bo'pti. Ikkinchi kuni bu inson, ya'ni singlisini shunda haqoratlagan inson ikkinchi kuni safarga chiqish bo'lib qilib, safarga chiqibdi va bu safarda hodisaga uchrab, o'ng puti ig'ir yorilib, doktorxonaga kirib, o'ng puti kesib etilishi qaror qilinib, kesib etilganda past tarafdanrak emas, dal singlisini tepgan putiningki yo'tidillam kesib etilgan dedi. Yo'tidillam.
inna batışa rabbike leşedid. Rabbinin azabı, eğer Rabbin tutup kap kalsa, şeksiz ki senin Rabbin tutkan vaxtıda, Rabbin cezasını bergen vaxtıda acayip qattiq deydi. Öyle bakayla. Eni şundaq tetidi Allah subhanahu ta'ala. Öyle bakayla. Singlisini tepken putuninki, del ertesi ikinci günü buluqluq. Del şu putunun özü, yotu taraftılı kesvetlik öyle bakayla. İnna batışa rabbike leşedid. Rabbinin azabı acayip qattiq dedi eğer tutsa. Bununla oxşaş vaqialiklar, bununla oxşaş boğan, ameli boğan qıssalar acayip köp hayatımızda eğer tekşürsek. Elbette bunları bir-birlep söylep o'tirishga vaqtimiz yetmaydi. Yana Allah subhanahu va taala qarab baqaylik ki Sure Baqarada en tağut kafirinin qissini özünün en ulul azim boğan peygamberlerden birisi İbrahim aleyhisselam bilen boğan bu kafirinin qissini bayan qılıp şundaq deydi. Alam tara ilellezi hajja İbrahim fi rabbih an ataahullahul mulka iz qala İbrahim rabbiyellezi yuhyi ve yumit qala ana uhyi ve umit qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşrik fa'ti biha minel maghrib febuhitellezi kafar vallahu la yahdi'l kavmez zalimin. Allah bu ayette dedi ki sen İbrahim bilen münazirleşken, İbrahim bilen takallaşkan bu mahlukka, bu mahlukun kömüdün mü dedi. Ya İbrahim bilen İbrahim'nin Rabbi hakkında takallaşkan mahluk bilen dedi. Ciddelleşken, münazirleşken dedi. Bunun bu köranlışı, şu kafirininki köranlışıga İbrahim aleyhisselam bilen takallaşkan bu kafirinin çoğun sözleşigen neymi sebep boğan? En atahullahul mulk, Allah'ın onun saltanat padişahlığını ata kılışı. Onu çoğun söz etken narsa bu idi dedi. Allah onun mülk, saltanat padişahlığını bergen idi. Aşında bu kafir buluqda bu mahluk. Deyikti ki öz vaxtida İbrahim dedi ki onunla menin Rabbim onu davet kılıp onu imanға çağırıp kep buluvatkan oturistiki münazara. Menin Rabbim ilahlık davası kılgan mahlukçu mu bu dağı? Özünü ilah dep dava qilgan mahluk. Mening Rabbim shundaq Rabb ki u tirildiradigan, o'ltiradigan Rabb dedi. Bunda qudratli Rabbim var mening dedi. Bu Allah'a iman etken dedi. Degandan bu mahluk turib şu kadar ahmoqlarcha, şu kadar kichik bolalarcha holatda ish qiladi ki, deydi ki men ham tirildirman, men ham o'ltirman deb tafsirlarda chiqadi ki bu mahluk turmaga, o'limga hukm qilingan adamdan ikkini chaqirib akilib, birini ölümge hüküm kılıp öldürüp yana birini qo'yib o'tadi. Bunu bilan dedi. Yana başka rivoyatlarda birisi normal ko'chada yurgan podshoh yapamdı. Normal ko'chada yurgan sağlam ketib qolgan hech qanday ish yo'q bir odamni tutib akablam uni o'limga hukm qilib o'ldirib o'tib, uning keyin turmaga tamoman o'limga hukm qilinib bo'lgan birisini tamam kechirib o'tamiz deb kechirib o'tib, men o'ldiraldim, xoliqimni o'ldirman, xoliqimni tirildirmadim. Yani öldürüş ve tirildirishdan iborat bu narsani shu qadar ahmoqlarcha tushundik. Yani o'zining bu qilgan qilig'ini xuddi o'likni tirildirgandek o'lib bo'lgan narsani. Va yoki bo'lmasa tirikni o'ldiralgandek bu shaklda tushunib qilishda bu maxluqamda. Shu qadar ahmoqlarcha. Lekin İbrahim alayhissalom bu yerda uning bu ahmoqligi bilan talashib munozir qilishib o'ltamadi. Darhol uni ashi tüp yıldızın bitkisi qildigan shaklda bir narsa so'z qildiki, qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşrik. Mening Rabbim Allah. O şundaq Allah ki o quyoshni meşrikten chiqaradi deydi. Meşrikten hep keldi. Quyoshni Allah'ın bu zamanda o'rnatgan qonuniyati bo'yicha, Allah bekitgan qonuniyat bo'yicha Allah quyoshni meşrikten chiqaradi, mag'ribga patqizadi. Sen eğer ey mahluq Allah'lık davasında ilah deb dava qilayotgan bu davoyingda rostchil bo'lsang, unda sen fa'ti biha minal mag'rib. Sen dal onunki qarshisini qilibsan, sen uni mag'ribdan chiqarib boqqanda bo'lsa. Ha? Qilib boqqanda degan ekan, fabuhitallazi kafar. Bu kafir. Bu kafir bo'lgan bu maxluq, bu mal'un shu yerda tili tutluqliq. Biri eg'i so'z qilan baxtliq bu yerda. Shu yerda tilni chaynab qilaqliqamdi. Gochuvliqliq shu yerda lamamdi. Shu yerda zuvani ichiga kirib ketishlikamdi. Vallahu la yahdil qavmez zalimin. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. O'ylab boqaylik.
Buni tafsirlarda shunday keldi, qadrli qarindoshlar. Bu oyat haqidagi tafsirlarda İbrahim alayhissalom bilan jidallashgan bu kafir podshoninki qanday zimin so'raganligi, nalaga podsho ekanligini so'zlab keldi deydi-ki, bu İbrahim alayhissalom bilan jidallashgan bu kafir, bu bütün dunyoni so'ragan podsho dedi. Dunyoni so'ragan dedi. Ulamolar deydi-ki, tarixda dunyoni 4 podsho bütün dunyoga hukmronlik qilgan 4 podsho o'tgan deydi. Podsholarning ichida yani ma'lum bir rayonga, ma'lum bir davlatga emas, bütün dunyoga hukmronlik qilgan 4 podsho o'tgan. Buning ikkisi musulmonti, ikkisi kafirti dedi. Ikki musulmoni, ikki mu'mini qaysi degan vaqtida Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhissalom dedi. Bütün dunyoga hukmronlik qilgan. Hatto Sulaymon alayhissalom Zulqarnayndan mashq qildi. Hatto uningga insonlar ham emas, jinlar ham emas, uningga bo'ysundigan uning hukmiga. Hatto shamol hamma narsa bo'ysundi uningga. Hammani bo'ysundiribdi. Allohdan tilaklik yaşama. Dünya bulup ta qiyomat davri qiyomatgacha hech bir kimga berilmagan shunday podshohlikni bergan menga deb duo qildi. Shunday berdik. Va qiyomat qoyim bo'lguncha ilgirma ham berilmagan hech kimga unda podshohlik va qiyomat qoyim bo'lguncha ham hech kimga berilmaydi. Qushlarning tilidan tatib, bütün hayvonotlarning tilidan tatib, hammasi bo'ysunda. Barliq uchar qush, hatto shamoldan tatib, hammasi uning buyruq ostida. İki kafir bo'lib kelganda, ikki musulmon Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhisalom ekan, ikki kafir bo'lib kelganda Namrud bilan Buxtun Nasr degan bu maxluq dedi. Bu Namrud oyatda yuqorida tilga ilingan İbrahim alayhissalom bilan jadallashgan, munozirlashgan kafirning ismi Namrud. O'ylab boqaylik. İbrahim alayhissalomni o'tqa tashlagan. İbrahim alayhissalom bilan bundaq Robbi haqida munozirlashgan maxluq edi. Endi mushundaq kuchlik dunyoni so'ragan kafirni Allah qandaq jazoliqlik, qandaq jazo berishlik buningga. Osmondan milyonlagan farishtalarni tushirib jazo. Ha? Yoki dahshatlik yo'g'on hayvonotlarni, dahshatlik bo'ron, dahshatlik yer tebranishni avatib, kum qilib bundaq jazoliqlikmi? Ha? Kitaplarni o'qiydigan bo'lsak, bu bo'lgan ishlarni biladigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, yuraklarimiz Rabbimizning qudratidan yuraklarimiz lapildab ketadi, tavrab ketadi qadrli qarindoshlar. Rabbimizning naqadar qudratli ekanligini. U shu qadar ko'zga ilmoqlikki, shu qadar chupranda holatda muomala qilmoqlikki, Alloh subhanahu va taolo bu kafirga, bu haddidan oshgan bu zolimga, hattoki shunda tafsirlarda nimalarda keladi-ki, mu'minlar bilan urush uchun oxirida da'vatini nurg'un da'vat qilib qabul qilmagan ekan, oxirida mu'minlar bilan urushib, mu'minlarni yo'qitimiz deb bu kafir bütün askarlarni yig'ib askar chiqargan vaqtida Alloh subhanahu va taolo uningga yuqori deganimizdek bir to'p milyonlagan farishta emas, bir to'p pasha avatishlik qadrlagan. Pasha maxluqotlarning ichidagi eng ojiz, hech kim kulmaydi. Qunvasi paqqida uriblam, o'ltirib qindan chiqarib o'tirgan pashani avatishlik. Şu kadar ko'zga ilmoqlik Allah subhanahu wa taala. Aşu kichik maxluqoti bilan vayron qilib bütün armiyasining bunidan kirib mingasiga kirib, mingasini butunlay yeb sho'rab, qinni sho'rab, mingasini qup-quruq qilib bütün askarlarni vayron qilib dedi. Ve bu Namrud degan ilohlik da'vosi qilgan bu maxluqning bunidan kirib mingasi turib olib aşu. Bu rivoyatlarda aşu kitoblarda tilga olindi. 400 yil hukm surgan dedi. 400 yil podsho bo'lgan dedi. Aşındaq zulüm qilib. Ve Allah subhanahu wa taala bunun muqabilesiga bunidan kirib shu mingasi turib olgan bu pasha davomli uni tipirlab shu yerda qinni sho'rab 400 yil azoblagan deydi. 400 yil. Ha? Podsho 400 yil olgan bo'lsa 400 yil azoblagan deydi. Bu shunchalik qattiq alam bilan og'riydi ekanki amdosh. Davomli holatda og'riqni pasaytirish uchun bu bechora mal'un davomli oyoqni ilib vang'ishib beshiga urdi ekan. Birisi davomli uning qishig'i kim kirsa men beshimga urib qo'ygan deb azobning og'riqning biroz pasayishi uchun kim kirsa shu oyoq bilan shu beshiga urg'izgan hamda. O'ylab boqaylik. To'xtamay urg'izgan hamda. Ana shunday 400 yil azob tatib, 400 yil ko'mganini ko'rib, ishning kunda shunday xor holatda o'liklik. Alloh mana bunday jazo berguchi. Ha, o'ylab boqaylik. Allohning qudratining, yana Allohning shunchalik kuchli armiya, shunchalik kuchli maxluqotlarni eng kichik maxluqot bilan yo'q qilib o'talishi.
yo'q qilib o'talishi. Eng ashu muhim, eng kuchli bir narsani eng ojiz narsalar bilan qutqizib qola olishi nimani ko'rsatdi bu, nimaga dalolat qildi deganda Allohning qudratining ne qadar yuksak, ne qadar ulug'ligini, ne qadar kuchliligini ko'rsatdi qardoshlar. O'ylab boqaylik. Ya Rabbi, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. İnsan ne kadar aciz qadrli qardoshlar. Biz nima degan aciz qadrli qardoshlar? Şu nima uchun cho'ngchilik, nima uchun cho'ng so'z, bizga nima qo'yibdi bu narsalar? Tomirimizda eqivatgan, minglagan, yuz minglagan tomirlarning ichidagi bir kichikkina yingnining to'shikchiligiga to'silib qolsincha ko'magani ko'ramiz. Ko'magan azobni chekamiz. O'ylab boqaylik. Qanchalik aciz biz qadrli qardoshlar, yoki bo'lmasa sap sog'lom, shunda qomatli, qaddi qomatli, go'zal kelishgan, inson agar uning bir palashga, bir zambilning ustiga bir go'shqa aylanamiz. Bir damchilik ishga palashga suncha qana. O'ylab boqaylik. Nurg'un ig'ir kasallar hayotimizda atrofimizda yashayotgan, ko'rayotgan. O'ylab boqaylik, ne qadar ojiz biz. Alloh subhanahu va taolo agar tutsa, agar ba'sa jazosini hiç kim chidayolmaydi bundan qadrli qardoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni yuqorida deganimizdek, Alloh xuddi Allohning dargohida Allohda hamma to'g'ri bor. Hamma bandasiga kimga nima loyiq bo'lsa, shuningga loyiq shaklda to'g'ri beradi. Shuningga loyiq shaklda to'g'ri beradi. Shuning uchun Rabbimizning biz to'g'risiga ehtiyoj bo'lmasdan Rabbimizga chiroyli shaklda yumshoq quloqlik bilan Rabbimizga kelsak, Rabbimizning yo'lida mansab, Tixinbek barakatini, Tixinbek rahmatini ichib etishi, Tixinbek bizni barakatlantirishi u muhaqqaq. Ammo illaki to'g'ri yeyman, men to'g'ri yemsam bo'lmaydi. Ya to'g'rimi menga yetmaydi, qamchi yemsam bo'lmaydi desak, shu insonlar atrofimizda ya qamchi yeb boramiz, ya mush yeb boramiz, yoki to'g'ri yeb boramiz. Eng to'g'risi, eng oqilanlik nima deganda Rabbimizga biz chiroyliqcha, go'zallik bilan Rabbimizning shu go'zal so'zlariga sallamna ya Rabbi, labbayka ya Rabbi, men ey Rabbim deb chiroyliqcha bo'ysunsak, Rabbimizning roziligi ber, mehribonligi ber, barakati ber. Üstüge qo'shillik, üstüge barakat, gul-guliga keladi. Ammo illa buni qabul qilmasak, boshqa shaklda Rabbimiz davolashni ajoyib yaxshi biladi. Xo'sh, yuqorida biz dedik, al-muntaqim jinoyatchi, haddidan oshgan tajovuzchilarning belidan sundirib tashlag'uvchi, ashundoq jazolag'uvchi deb. Lekin Alloh subhanahu va taolo ajiba, iqob o'zining azobini, jazosini, jazo bir insonlar, bandalar jinoyatni ishlagan hamilla beramdi? Yo'q. Lekin Allohning bergan jazosi, yurgizgan, ato qilgan, mubtilo qilgan musibat jazolari shu bandasini qanchilgan qitim ogohlantirgandan keyin, qanchilgan qitim uningga fursatlarni tavba qilish fursatini bergandan keyin ondan keladi. O'ylab qolmanki, shu hamon keldi deb o'ylab qolmang hargizmi dedim. Aqislam kelamik deb o'ylab qolmang dedi. Bu yerda bir qissa, nihoyatda go'zal bir qissa ekan. Bo'lgan bir ishlamdi. Bir o'g'ri o'g'irlik bilan tutilib, Amirul Mu'mininning qishig'iga tutib keldi ekanda, kelindi ekan hamdi. Ma o'g'ir tutib kelingan ekan deydi ekanki, ya Amirul Mu'minin, innahal marratul ula. Bu birinchi qatimda, men birinchi qatim chiqqandim tutilib qoldi degan ekan. Amirul Mu'minin kazabta nafi. Shu aman yolg'on etding sen. Allah subhanahu wa ta'ala innalloha la yuaqibu min al-marratil ula. Bir inson bir ishni qilib bo'lg'acha tunji qatimda jazolamaydi Allah subhanahu wa ta'ala. Yolg'on etding sen shu aman degan. Tekshirish natijasida 8-qatim o'g'irlik qilganligi ma'lum bo'ldi ekan. Al-muntaqim shunday zotki, o'ziga bir qavmni, bir millatni, bir shaxsni yoki jazolashdan burun, ya'ni Alloh subhanahu bir inson jinoyatni qilib bo'lg'uchi shu hamon oqisdan birinchi qitim qilishi hamon jazolamaydi darhallam. Uni tavba qilib olish uchun, uning to'g'ri yo'lga qaytib olish uchun oldida qanchilgan qitim uning har xil ogohlantirishni avatidi. U balkim bir shaxs sifatida sizga anglatishi mumkin. Bir insonlarning sababi bilan bizga shu yo'lning xato ekanligi, gunoh ekanligini anglatishi mumkin. Yoki ushaq-tushaq kasal u bu musibatlar bilan har xil ogohlantirish beradi oldi bilan. Tutishdan burun, eng oxirgi tutishdan burun ogohlantirish beradi.
hiç endi bu bende kelgan bu musibatlar har xil ogohlantirish, möhlat, bu narsalarning hech bir ahmagan vaqtida buningdan foydalanmagan vaqtida banda qanday qil deganda andiki uningga jazoni ustiga musallat qildi dedi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo masalan Sura Maidada Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Yani bu özümüzge maxsus bo'lgan, shahid bo'lgan yana alimiz Allah bu yerda bu oyatda ikramdagi ikromga kirgan najm mazgildagi mu'minlarning qilmaslikka tegishli ishini so'zlab bo'lib oyatning oxirida nima deydi? Afallahu amma salaf wa man aada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun zuntiqam dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani manda ishni qilmanglar, ikromni qaldinglar deb bo'lib Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning ilgirki o'tib ketganlarni kechiribdi. Bilmasdan qilgan jinoyatinglarni kechiribdi Allah. Bu tugidi, o'tgan bo'ldi. Afu qilibdi. Kimiki yana shu ishqa uningga bu narsaning xato ekanligi bildirilgandan keyin va man aada yana shu jinoyatga, yana shu cheklangan ishqa qayta davomlashtirib, ma'siyatni davomlashtirdi ekan, fayantaqimullahu minhu. Bu mu'minlarga deyotgan gap ma Alloh subhanahu va taolo. O'ziga iymon etgan mu'minlarga deyotdi. Alloh uni fayantaqimullahu minhu, Alloh uningga jazo beradi. Alloh uning shu cheklangan jinoyatni qilganligi uchun uningdan qana qildi? Bir yerde intikam aldığı sebep eğer ki ve ölümler yuaqibu yani Allah subhanahu taala qanday qilsa uni jazolaydi deb shunday tafsirlagan. Vallahu azizun, Allah g'olibdir, zuntiqam, jazolig'ichi, jazo berguchidir. Hech kim uningki jazolashiga, uning hukmiga, uning chiqargan hukmiga hech qanday bir itiroz bildirgichi ya bo'lmabdi degichi yo'q uningki. G'olib Allah subhanahu taala hech kimdan so'ramaydi hukm chiqarishda. Deb bu yerda Allah subhanahu wa taala bu uchuq ashkara bu surada Sura Maidaning 95-oyati shunday deydi. Yana Allah subhanahu wa taala Sura A'rafda masalan kafirlarni qanday jazolaganligini fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Bu yuqoridagi oyatda o'ziga iymon etgan mu'minlarni jazolaganligini deyotdi. Bu yerda Firavunninki Musa alayhissalom da'vat elib borgan Firavun degan bu maxluq va uning qavmi. Uni qanday qildik deydi Alloh subhanahu. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganligi, inkor qilganligi va boshqa Qur'on Karim nurg'on oyatlar bor. Tajovuzchilik qilib zaminda shu da'vatlarga unima fasodchilik terib hamma ishni qilganligi sababli qanday qildik? Biz ularni dengizga cho'ktirib jazoladik biz ularni deydi Alloh subhanahu taolo. G'arq qilib to'xtab shunday deydi. O'ylab baqaylikki bu oyatlar ham bu yerdan chiqariladigan, ya'ni chiqariladigan foyda, chiqariladigan natija, dars nima deganda biz shuni o'ylab baqaylik. Firavun Musa alayhisalomning qissasini qavmiga kelgan bu yana bir payg'ambarlarning ichidagi odatdagi payg'ambar emas, ulul azm bo'lgan payg'ambar, 5 tanlangan payg'ambar, Allohning kalimulloh bo'lgan Musa alayhisalom. Bu Musa alayhisalom yani yüzü yalğızlan bağmaydı hem Firavunning qashig'i qayrindishi Harun alayhissalomni birga qo'shib qo'ydim. Shunda hurmatli Allah bilan paranglashgan bir payg'ambar dunyodagi eng tağut, eng ashaddiy, eng nijis kafirning qashig'i bordi. Firavun o'zini ilohlik da'vos qilgan bir kafirning qashig'i bordi. Ya uning Allah subhanahu va nurg'ulgan shu kafirni jazolashdan burungi holatini qarab qo'ydi. Allah onundan dahşetlik intikam elishdan burungi möhlatga qarab baqayli Firavunga bergan. Nurg'un mo'jizlarni berishlik payg'ambarga da'vat qilib borgan deb hamman oldidagi butun ogohlantirish, möhlat, payg'ambarga berilgan mo'jizlar, ikki payg'ambarning berib da'vat qilishi, Bani İsrailninki o'g'illarini o'ltamagan, buni bunday qul qilib, bunday zulm sanmagan, zaminda bunday buzuqchilik qilmagan, tag'ochilik qilmagan. Hammani shunday da'vat qiliqlik, shunchalik chiroyli möhlat berishlik. Amma Firavun u qanday javob berishlik? Bütün armiyasini, askarlarini yig'ib Musa alayhissalom va uning bilan birga iymon etib, qochgan, panohlik tilab qochgan musulmonlarning keynidan yugurib, bütün armiyasini boshlab dengizdan bo'yiga kelishlik. O'ylab baqaylik bu mu'minlarning manzarasini. Endi bu yerda bu nuqtada Allah subhanahu Sura Shu'arada shunday go'zal bir oyat borki, tarixdan bu yanki kafirlarningki tabiatining mu'minlarga qarshi bo'lgan tabiatining naqadar o'xshash bugungi kundagi bizning dushmanlarimiz ham, bugungi kundagi islom dushmanlarining ham tabiatiga qarab baqaylik. Firavun Musa alayhisalomdan iymon etgan mu'minlarni ko'zga ilmasdan shunday deydi.
inna haula'i lashirzimatun qalilun ve innahum lana laghaizun. Ha? Deydi ki, bular yani özge iman etip öktü kopkan bular. Musa Aleyhisselam'a iman etken bu töttal bir nimeler, bu toplanan bu az sandaki bir az sandaki erzimes, az sandaki kaldıkla bula deydimdi. Az sandaki bir toplancı diyen yapırken bizim manimizde. Ha? 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 Az sandaki bu ahmak, az sandaki bu mahlukla muşuna kılıvatıdı. Ular bizge ve innahum lana la ular söz cihatdan bolsun, şeriket cihatdan bolsun. Bular az olgan bilan şu bizni gazaplandırdıgan, bizning aççığımızı keltirdigan iş kıldı bular. Bularning kıldıgan işi. Bu töttalmış şüphelendiler, hiçbir hali yok muşundaq bir mahluk deb, kafir Firavunning devatgan gibi, mu'minlarga qarta devatgan gibi. Unda qo's nemish qilguncha qo'rqib ketsan? Nemish qilgundaq töttal bu az sandagi bir arzimas, hiçbir sen közgimi ilmaydigan bulardan nima uchun qo'rqib ketsan? Chunki ularda haqqi bor. Kafirning tabiati, bu yerda shu tafsirchilar naqadar go'zal sharhi beribdiki, bu yerda haqiqatan hayron qilishga kafirning tabiati tarixdan buyon o'xshashdi deydi. Bugungi kunda ham oz sondagi bir musulmonlarniki, oz sondagi bir qavmningki bir yerda yig'ilib bir sharkatni qilishi shunchalik kuchlikman deb atgan kafirni uxlatmaydi. Shu kafirni g'azablantirdi, shu kafir tipirlab ketadimdi. Ko'zga ilmay turib uningga qana qilsa, yani oyatning keyinda va innahum lana laghaidun degandan keyin va inna la jami'un hadirun. Ha? O kafirlarninki va shu kafirlar va uning qo'lchamoqchilari munofiqlarning hammasini deyotgan gapini Alloh Qur'oni Karim deb, ya biz o az bo'lgan bilan, lekin biz ularning butun harakatlarini kontrol qilib, nima ish qilyapti, nima plan tuzadi, hammasi zot odamlarimizni kiritib, davomli kuzatib turmiz, biz titik turmiz, uyg'oq turmiz deb kafirlarning tuzayotgan planini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir xil suratlab berdi. Mu'minlarning hali qarab baqayli shunchalik ojiz, shunchalik hali qolmagan, charchab ketgan holatda Musa alayhissalom bilan dengizning oldiga kelib qiliqliq, yo'l tugaklik. Oqistin Firavun, bugungi zaminniki Firavun o'z vaqtidagi Firavun, bugungi Amerikadan hech bir farqi kuchlik bo'lsa bo'ladi-ki, hargiz ojiz emas. O'z vaqtidagi Firavun, shu vaqtidagi. Shu butun armiyasini boshlab kelib, shu to'ttal musulmon bu yer kelgan vaqtida oldida yo'l itiqliq dengiz var. İki qo'shin bu yerda Alloh subhanahu bu manzilni shunday go'zal sifatlaydi. Sura Shuara yana 62-oyatda falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ha? Hamda bu iki cemaat, iki qo'shin, iki türlük birisi mu'minlar, ikkisi bir-birini yiroqdan ko'rindi. Uning qo'shini ko'rindi, mu'minlar ko'rdi. Mu'minlarni ham o kafirlarning qo'shini ko'rdi. Meni yetishib olamiz, ana deb guldirib chaptirib keldi. Bu ikkisi ko'rilgan vaqtida Musa alayhissalomning sahobalari Musa alayhissalomning hamrohi iymon etganlar dediki, biz tugudik hamdi. Bizga yetishib oldi hamdi, biz tugudik hamdi, vayron bo'ldik hamdi, o'ldik, tugudik, oldimizda dengiz bo'ldi, tugudik degandan keyin Musa alayhissalom dedi ki, ya hergiz undaq emas. Qala kalla. Hergiz undaq emas. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Men bilan mening Rabbim men bilan birga deyotdi. Ha? Rabbim men bilan birga, u chuqum menga chiqish yo'li berdi. U Alloh menga chuqum chiqish yo'li berdi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizga bu yerda ilinadigan eng cho'ng dars nima deyapsizda, mayli sen qaysi holatda qolmagan, qandoq bir sharoitga tushib qolmagan, sen haq tarafda bo'ladi ekansan, sen haqli bo'ladi ekansan, Alloh subhanahu va taolo seni eng oxirgi tiniqingda bo'lsa, men chuqum sana chiqish yo'li beradi. Sana butun dunyo qarshi chiqishi mumkin, oilangdagilar qarshi chiqishi mumkin sening ishlaringga. Ammo sen haq bo'lgunki, mushu so'zni deyalishimiz kerakki, inna ma'iya robbi sayahdin. Rabbim men bilan birga, menga Alloh yetar, menga Alloh. U chuqum menga chiqish yo'li beradi. Menga chuqum hal qilib berdi o ishimni degan iymon bilan yashashimiz kerakligini bildiradigan nihoyatda yuksak bir dars va qadrli qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bu ashaddiy ilohlik da'vosi qilgan bu kafirni shunchalik katta hikmat sababli Firavunning jasdini saqlab qoldik. Dengizning o'tiriga kirganda g'arq bo'lib ketdik. G'arq qilib etdik butun qo'shin bilan. Ammo nima uchun Firavunning jasdini saqlab qoldik? Chunki agar Firavunning jasdini saqlab qolmagan bo'lsa, hech kim ishonmaydi o Firavunning o'ylab ketganiga. Chunki u o'zini ilohlik da'vosi qilayotgan maxluq bo'lganligi uchun, balki bu chiqib ketgan bo'lishi mumkin osmonda o'zini iloh deb da'vo qilgan. Shunga Alloh bu yerda nihoyat buyuk hikmat bilan uning jasdini dengizning qirg'iga chiqarib qo'yibdi. Chunki bu inson dengizning qirg'iga chiqmagan bo'lsa,
insonlar uning g'arq bo'lib ketganligiga ishonmagan bo'ladi dedi. Chunki u ilohlikni da'vo qilayotgan. Lizalika shuning uchun Alloh fil yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun degan so'zini degan. Bugun biz sening badaningni, sening jismingni qo'g'dab qolamiz, saqlab qolamiz dedi. Nima uchun? Sendan keyin keldigan kishilarga bir alomat, rasmiy bir mo'jiza sifatida, bir alomat sifatida, dalil sifatida saqlab qolamiz dedi. Shaksizki insonlarning ko'pinchisi bizning oyatlarimizdan albatta g'afildir dedi. Bu nima tekshirishlarga qaraganda, o'sha Misrdagi nima muzeyxonada Fir'avn shularningki haykallari bu qo'yilgan shu muzeyxonda qattirilgan shaklda, jipslan qattirilgan shaklda bor deydi bu hozirgacha. Mumiyalangan shaklda bor ekan. Shu Musa alayhissalom kelgan, da'vat qilgan Fir'avnning o'zi deb qaraldi ekan ko'p nurg'un olimlar. Chunki hozirgacha g'arq qilinib o'tilgandan keyin bu uning og'zida hozirgacha shu tuzning qirov bog'lib ketgan tuzning asarlari, ta'siri, alomatlari hozirgacha bor deydi. Buni ba'zi ulamolar shunday deydi dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ana shunday dahshatli bir shaklda intiqom olib yo'qotdi bu kafirni. Wa inna jundana lahumul g'alibun. Sura Saffatda Alloh subhanahu va taolo shaksizki bizning askarlarimiz, bizning armiyamiz chuqum albatta ular g'alaba qilguvchilardir. Chuqum g'alaba qildiganlar ular dedi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz yeterki Allah subhanahu wa ta'alaga askar bulaylı özümüzden hayatında. Allah'ın askeri bulaylı ki hayatımızın her bir kademlerde, her bir basqışlarda ve Allah'a hakiki layık reveşte askar bolğandan biz hatircem halatda Allah'ın nusretini kütsek buludu. Kütüşke haklıyız. Yeter ki biz qanday qilishimiz kerak desa, bizden talep qilingan narsa Allah'ın hakiki askeri buluş. Çünkü Allah'ın askeri bo'lgan kishi, Allah'ın askeri hiç qachon mag'lub bo'lishi mumkin emas uni, mag'lub bo'lishi. Agar de bir inson mag'lub bo'lgan bo'lsa, uning mag'lub bo'lishiga sabab u insonning Allah subhanahu va taolaga loyiq ravishda askar bo'la oladimi? Allohga loyiq ravishda bo'lanmadimi? O'zini tekshirish kerak. Hergiz Allah subhanahu va taolaga su'uzdan qilmaslik kerak, yomon gumon qilmaslik kerak. Endi bu yerda Allah subhanahu wa ta'ala askar buluş degenden jundi degan so'zdan bu so'zning faqatlam yani bu so'zning ma'nosini faqat urush oldingi hisobda shu qoral bilan urush qilishdan mushning ichiga kirdi Allohning askari buluş uningdan sirtqi hech bir soha uning ichiga kirmaydi deb tushunish ham xato. Chunki bu so'zning ma'nosi intayin keng bo'lib bu yerda umumiy berilmoqchi bo'lgan va'da nima desa, eng yuqorisi shu bo'lgan bo'lsa, oldingi hisobda can, mal hammani berib jihad qilish bo'lgan bo'lsa, uning ostidagi butun bir mu'minning butkul hayotini, xizmatini, ilmini, o'zining qudratlarining hammasini Allohning yo'lida fi sabilillah ishlatishining hammasi ishlatgan bo'lsa, u mu'min mu'min o'zining shu sohasida qilayotgan shu ishida Allohning askari sifatida xizmat qilayotgan bir mu'min bo'ladi. Hergiz bir lam nuqtada tushunib olmasligimiz kerak. Shuning uchun haqiqiy mu'min qanday bo'lishi kerak? Aminatli bir al-mu'minus sodiq qanday bo'ldi degan vaqtida uning ilmi, qudrati, mol dunyosi, tili, qalami, kasbi, o'zining mahorati, jamiyatdagi o'rni, alohidaligi, bütün xususiyatlarining hammasi muvazzafatun fi sabilillah subhanahu va taala. O hayotda jinini Allohga taslim qilgan muddatgacha davomli holatda Allah subhanahu va taolaning yo'liga xizmat qildirilgan holatda yashaydi mu'min. Yani mu'min ma'lum mazgil xizmat qilib bo'lgandan keyin unga dam oladigan ish yo'q uningga. Shu davomli holatda Allohga taslim bo'lguncha, Allohga uchrashquchi bo'lgan holatda bütün ishini Allohga taslim qilgan, Alloh yo'lida ishlatguchi bir mu'min bo'ladi mu'min aslida. Xo'sh, endi qadrli qarindoshlar, biz mu'minningki biz o'tgan soatdan biroz ustoz so'zlab o'tdi. Yani hayotimizda ko'pincha musulmonlar, ko'pinchimiz diqqat qilmasdan qilib ketadigan masalan tamoq yeyish, uxlash, dam olish, u bu kiyim kiyish, tijorat qilish, foyda olish degandek ishlarni nurg'un musulmonlar yani diqqat qilmasdan, niyatni go'zal qilmasdan tabiiy holatda qilib ketadi. Alloh dargohida hech bir ajrsiz meniverdi. Normal hech qanday ajr olmay mangdi. Ammo lekin mu'min amaliyotda mu'minning niyati ashu har bir qilayotgan amalda mayli tijorati bo'lsin,
aram elish, uxlashi bo'lsin, qaysi shaklda hayotimizdagi faoliyatlarni güzel niyat bilan boshlagan vaqtida emniyette her bir işimizni ibadetga aylantira olamiz. Her bir ish Allah dergahida ibadet hisobida yizilib ma'noda asli. Allah razı bo'lgan bir amal qatorida. Mesela Sure Nisa'da Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki: "Ve la tahinu fi ibtiga'il kavmi in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun ve tercun min Allahi ma la yercun ve kana Allahu aliman hakima" dedi. Ben ayet dedi ki sizler bu kafirlarni tutuşda, kafirlarning kendinden qo'g'lab, kafirlarni talab qilishda, urush qilish uchun herkes bo'shashmanglar, ojizlik qilmanglar dedi. Agar sizlar azaplangan bo'lsanglar, alam, og'riq, jarohatning azobi, har xil azob, qiyinchilik, bu alamni sizlar tatgan bo'lsanglar, sizlar chekkan bo'lsanglar, ularni o'xshash chekidi dedi. Sizlar qo'g'layotgan, sizlar urushayotgan, sizlar kurash qilayotgan bu kafirmi? O'xshash shu alamni chekidi, musibatni tatidi, jaboni tatidi, o'xshash jaboni tatidimi? Lekin farqinglar nima? Va tarjuna minallohi ma la yarjun. Sizlar Allohdan ular ümit qilmaydigan narsani sizlar ümit qilasizlar Allohdan. Sizlarning niyatinglar boshqa sizlarningki. Sizlar Allohdan orzu qilgan, talab qilgan narsa boshqa, u qilmaydiganni qilasizlar. Alloh hammani bilib turguchi, hikmat bilan ish qiluvchi dedi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, kafirlar kech kunduz islomni o'rish uchun plan tuzishdi, tirishchanlik ko'rsatdi. Milyon pulni sarf qildi Allohning nurini o'chirish uchun bu koinotda. Tarixdan buyon shu mu'minlarga har xil qiyinchilik tug'dirish uchun qimmagan hiyla-mikrni o'ylab chiqadi, o'rlashtirib, mang'udi haqni yo'q qilish uchun butun aqlini, pulini, butun kuch-quvvatini shu yo'lga ishiltidi, qo'rqmasdan hammasini. Qur'oni Karimda Allah Sure Anfal'da degandek, innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Kafirlar ular mal dunyalarini Allah'ның yo'ldan to'sish uchun ishiltidi dedi. Chiqim qildi bular dedi. Va albatta chuqum chiqim qildi dedi. Rasmiy chiqim qilib shu yo'lga ishiltidi. Ondan keyin ularga hasrat bo'ldi bu ishlatgan pullari dedi. Uning kendidan mag'lub bo'ldi dedi. Shunchalar chiqimni qilib bo'lib, shunchalar dasmini sep bo'lib, uning kendidan mag'lubiyat ularga nim bo'ldi dedi. Kafirlar jahannamga hashr qilindi. Demak bu yerda biz almoqchi bo'lgan nuqta nima deganda va tarjuna minallohi ma la yarjun. Bir hayotimizda bugun kunimizda bir inson desak, bir yosh, to'y qilmagan bir yosh masalan 2 yoshni misol olsak, 2 yil to'y qilmoqchi bo'ldi, jabon tatdi, tirichanlik ko'rsatdi, pul yig'di, to'y qilish uchun hamma tayyorligini qildi, uy oldi, uni qildi, buni qildi. Nurg'un bir to'y qilib bir uyga 5ni tiqib qo'yishni tatmagan kunni ko'rdimda. Nurg'un tushdan kelib chiqib qo'yishamdi. 2 yil o'xshash tirichanlik, jaboni tatib qilgan bilan, ammo bir inson agarda shuning birisi to'y qilib uf deb rohatlansam, huzur alovatli bo'lsam deb uni niyat qilgan bo'lsa, shundan niyat qilgan bo'lsa, uning erishadigan shu. Ammo lekin yana bir yosh, bir musulmonningki ham bir to'y qilishdan faqat huzur halovatini o'ylashi, u musulmon loyiq bir ish emas. Haqiqiy mu'min, sodiq, Allohga taqvodor mu'min qana qildi. Bir Allah men shu masala bilan Allah o'ziga dini xizmat qildigan bir sog'lom, go'zal bir farzandlarni ato qilsa, Allohning diniga g'ash qo'ysam, oilam go'zal bir islomiy oila bo'lsa, bu niyatni qildi boshdan. Demak, ikkisining qilgan shu niyati bilan u insonning yillarcha tatgan azobining hammasi, jafosining hammasi Allohning dargohida ajri hisoblanib mangadi. Yana birisi hech qanday ajri hisoblanmaydi Alloh dargohida. Chunki uning niyati boshdan oxir niyatga bog'lab oldida Alloh subhanahu. Ya'ni Allohdan umid qilish masalasida hech qachon biz sal qarmasligimiz kerak. Shuning uchun salaflarimiz men uyqumdan ham uxlayotgan inni ahtasibu minallohi min nawmati kama ahtasibu minallohi min qavmati. Men o'zim sog' salomat xizmat qilayotgan vaqtimda Allohdan qanday ajr talab qilgan bo'lsam, shu rohat yotqinimdan uchun uxlayotganda ham shunday talab qilmaydi ajrini. Nima uchun? Chunki bir niyatning o'zida o'zgarib ketdi osmon zamin hamda. Ya'ni uxlaganda ey Robbim Alloh, men sen shu necha soat orom elish orqali badanimga qaytib bir kuch hosil qilib, sening yo'lingda itoat qildirish, jismimni sening yo'lingda xizmat qildirish, sening yo'lingda itoat qilish uchun orom olaman deb shu bir niyat qilib qo'yganlik bilan u uxlayotgan bo'lsa ajr uning xuddi ibodat qilayotgandek ajr bo'lgan. Shuning uchun biz hayotimizni ana shunday foydalana olishimiz kerakki,
Hayotimizning hammasi Alloh subhanahu va taolaning yo'lida, mayli o'ltasak, qopsak, hamma ishimiz Alloh yo'lida bo'lsin. Buni aytib diqqat qilishlik mavzu, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, yuqoridagi tuvanda kelgan oyatlarning ko'pinchisi yuqoridagini ta'kidlaydi ekan. Eng oxirida xulosa qilib biz Robbimizning Al-Muntaqim ismidan oladigan, biz har bir mu'min o'ziga dars chiqarishi kerak bo'lgan mavzu eng muhim nuqta nima ekan deganda, yuqorida so'zlangan narsani hayotimizda tatbiqlash, hayotimizga amillashtirish bilan birga Alloh subhanahu va taolaning azobiga uchrashdan har qachon dahshat qattiq yiroq turgan holatda, bundan hech bir zaman shaklda bizdan hech qanday bir zulmga qilchilik bo'lsa-mu, shohid bo'lishga tegishlik bo'lsa-mu, yordam bo'lib qolmasligi kerak. Har qanday bir xato yo'lga, har qanday bir zulm ishiga hargizmi yordam qilib qilish, uningga bir so'z, bir eg'iz so'z bilan bo'lsa-mu yordam qilib qilish, u tarafda turib qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak ekan. Chunki bir zolimga, kimiki bir zolimga yordam bergan bo'lsa, hattoki bir eg'iz so'z bilan ham yordam bergan bo'lsa, qiyomat kuni uning peshonasiga ayisun min rahmatillah, Allohning rahmatidan umidsizlangan kishi bu deb yozilgan holatda qiyomat kuni shunday keldi dedi. Bir zolimga bir eg'iz so'z bilan bo'lsa, yordam bergan bo'lsa, qiyomat kuni peshonasida bu odam Allohning rahmatidan umidsizlangan mahrum odam bu deb shunday yiziqlik keldi dedi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning biz bu sifatlarini, bu Alloh subhanahu Rasululloh taxallaqu bi axloqillah, Allohning axloqini o'zinglarda o'zlashtiringlar degan Rasulullohning hadisi bo'yicha biz qanday qilishimiz kerak? Davomli holatda yo'ldan chiqqan fosiq, jinoyatchi, bundaq insonlarni hech qachon ulug'lamasligimiz, ko'tirmasligimiz, cho'ng bilmasligimiz kerak. Hargiz uning haqida undaq ulug'laydigan so'z qilmasligimiz kerak bundaq kafir fosiqlarni. Ba'zi eng oxirida ba'zi bir duolar masalanga davomli qilishimiz kerak bo'lgan duolar: Ilahi antal muntaqimun min a'daika az-zalimin al-qahir bi satwatika al-mujrimin qad intaqamta min an-namrud wa fir'auna wa hamana wa mahaqta ahla az-zulmi wa at-tughyan. Ey Rabbimiz, sen shundoq intiqom olguchi, shundoq jazo berguchi, zolim ta tarixdan buyon bugun kunigacha sen ey Rabbimiz, sen shundoq haddidan oshgan, zaminda butun buzuqchilikni qilgan, eng qahr, shundoq zulmning eng kattasini yurgizgan dushmanlaringdan, mujrim kafirlardan va jinoyatchilardan o'zing shundoq intiqom olib ularga jazo berguchi Robbimiz, sen ilohimizsan. Sen haqiqatan Namruddan, Fir'avn, Haman bu maxluqlardan ham intiqom olib ularni jazolagan eding. Zulm va tajovuzchilarni yo'q qilgan eding ey Robbimiz. Demak, ey mu'minlar, qarindoshlar, fa iza khifta minallohi wasalta ila kulli xayr. Agarda biz Alloh subhanahu va taoladan qo'rqsak, Allohdan qo'rqsak, biz har bir murodimizga yetdik degan gap. Hamma murodimizga yetdik, hamma murodimizga erishdingiz degan gap. Allohdan, ya'ni qo'rqinch deydigan bu narsaning eng kattasi insonning Allohdan qo'rqishi. Qo'rqinch degan bir sifatni Alloh insonga berdi. Bu xususiyat bizda bor. Buningdan qo'rqadigan. Bu qo'rqish deydigan narsaning eng kattasi insonning Allohdan qo'rqishi. Rasul hikmati maxafatullah. Hikmatning eng beshi Allohdan qo'rqish degandek masalan. Demak, qadrli qarindoshlar, biz hayotimizda ana shunday Robbimiz rozi bo'ladigan, Alloh subhanahu va taolani haqiqiy tunigan, Robbimizning haqiqiy ravishda qo'rqqan holatda yashasaqlam, Allah biz bilan birga bo'lganligini bu darslarimizdan, Robbimizning bu ismlaridan o'rgangan bo'ldik inshaalloh deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo bizga ana shu tushuncha bilan Robbimizning haqiqiy koinotdagi Robbimizning barliq o'tgan soat so'zladik. Bütün koinotdagi har bir narsa bizga Allohni aslatib turdi. Robbimizni aslatib turdi. Bu insonni, bizni Robbimiz Alloh subhanahu va taolani ulug'lashga sabab bo'ldi. Chunki uning ne'matlarining ichida yashagan ekan, "Ya Robbi, sen mushundoq ato qilyapsan-ku, ey Robbim, sen mushundoq beryapsan-ku" deb bizni Robbimizni texinbak ulug'lashimizga sabab bo'ldi. Koinotdagi nurg'un balo qazo, musibat, hamma narsa Allohning nurg'un qilayotgan ishlari Robbimizning qo'rqishimizga sabab bo'ldi. "Ya Robbi, men mushundoq uchrab qolmay, meni bundan saqlag'in" deb bu tuyg'uda har bir hayotimizdagi narsadan dars chiqargan holatda
Allah subhanahu wa ta'ala bunu nasip kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.